2025-yil 10-may sanasida do'stlar negativlar buni ko'ringlar. Mana hosillar yopishtirib qo'yilmagan. Mana kalibrovkasi 28-30 do'stlar, uzilishiga 4-5 kun qoldi do'stlar. Mana bitta ham qo'shog'i yo'q, mana ko'rib olaverasizlar o'zlar. Mana bitta ham qo'shog'i yo'q. Mana har bir shoxida xuddi shunday quyilyapti hosil do'stlar. Mana buni ko'chatlardan yetishtiryapmiz. 99lik 535 73 20 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Ekib berish xizmati, dastavka xizmatlari hammasi bor. Buni ko'chatlardan yetishtirib qo'yganmiz cheklangan miqdorda do'stlar. Mana do'stlar hosillari do'stlar. Yumshoq bo'lib qoladi deganlarga umuman yumshoq bo'lib qolmaydi do'stlar. Bu o'zimiz chetga eksport bo'ladigan giloslar bilan bir xil bo'ladi. Bu turetskiy giloslarimiz do'stlar. Mana hammasi xuddi shunday kalonavidniy bo'lib hosil qiladi. Bu bargida tagida ko'rinmayapti ham hosillari. Mana quyib yuborgan hosil. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa bor.